Bu narsani eslasam ko'zimga yosh keladi, lekin men buni sizga aytishim kerak. Men birinchi sayohatga chiqishimdan oldin judayam ko'p, aeroportga borardim. Aeroportga borish menga shunchaki aynan o'sha vaybni his qilish, kerak bo'lgan. Ya'ni, chamadon bilan, insonlar qanaqa his-tuyg'uda bo'lishadi. Siz bitta shaharga uchib ketyapsizda, chamadonni olganingizda, aeroportda o'sha chamadonni sudrab ketayotganingizda qanaqa his bo'ladi? Inson qay darajada baxtli bo'ladi degan hisni sezish uchun man har doim aeroportga borardim va, o'sha xursand, o'sha baxtli odamlarni kuzatib o'tirardim. Va bu narsa menga judayam katta yordam bergan va haligacha ko'p boraman aeroportga. Qachonki uchib ketishim kerak bo'lsa, lekin, ishim ko'p bo'lsa ham man boraman. Aynan o'sha vaybni his qilish uchun. Bitta kofe ichaman, bitta sendvich yeyman, lekin o'sha chamadoni bilan, butun hayotini o'zi bilan olib ketayotgan odamlarni ko'rib mazza qilaman. Boshqacha his.